Iroda, jonkuyar. 3-qism. Dilshoda Nazarova, Botir va Iroda kulishib turishganda xonaga Sevinch shoshib kirdi. "Iro, bizning xonaga yur", dedi hech kimga parvo qilmay. "Nimaga?" ajablandi Iroda. "Yur, Devdas filmi haqidagi maqolangni qanday bezash haqida fikringni bilmoqchiman. Zayniddin aka mualliflar o'z materialini sahifalashda sahifalovchiga maslahat bersin dedilar-ku." "Xo'p bo'ladi xonim", hazil qildi Iroda. "Bir og'iz gapingiz, farmoningiz bosh ustiga. Mendan fikr ola qoling", Sevinch opa kuldi Botir. "Sahifa dahshat chiqadi. Sizning materialingizni sahifalasam, albatta sizni ham chaqiraman. Balki mukofot sizga nasib qilib qolar." "Qanaqa mukofot?" "Dilshod opadan so'rang", men xonamga ketdim. Sevinch uning ketidan Iroda tez chiqib ketdi. Ular eshigiga "Xush kayfiyat" gazetasi texnik xodimlar bo'limi deb yozilgan xonaga kirishdi. Bu xonada ham 4 ta kompyuter stoli joylashtirilgan bo'lib, ularda Tolib Halilov, Zarifa, Zilola ishlab o'tirishardi. Iroda ular bilan salomlashdi. "Sevinch chaqirmasa bizning xonaga kiray demaysiz-a?" deya Irodaga tikilib ta'na qilgan bo'ldi Tolib Halilov. "Bitta joyda ishlasak ham bir-birimizni deyarli ko'rmaymiz. Ilgari yaxshi edi. Hammamiz bir xonada ishlardik. Tahririyatimiz hali kengaymagan paytda. Esingizdami?" "Esimda", Irodaning ensasi qotdi. Tolib Halilovning qattiq tikilib qarashi har doim g'ashiga tegardi. Kap-katta odam, uyalmaydi ham. "Og'zingni yig'ishtirib olsang-chi", ko'nglidan o'tkazdi u. Ajoyib davrlar edi. Gulnoza choy damlab turardi. Hozir bo'lsa qizlar davrasida ishlayman-u, choy damlab beradigan odam yo'q. Xafa bo'lib ketasan. "Nimaga xafa bo'lasiz?" ensasi qotdi Sevinchning. "Ana tayyor tefal turibdi. Quruq choy bor. Choy ichgingiz kelsa damlab ichavering. Birov damlab berishi shartmi?" "Yonimga o'tir", dedi Irodaga qarab. "Hozir senga qanday sahifalaganimni ko'rsataman." Iroda uning yonidagi stulga o'tirdi. Sevinch sahifalarni ochib ko'rsatdi. Sahifa chiroyli bezatilgan edi. "Yaxshi-ku", qoyil qolganini yashira olmadi Iroda. "Faqat menimcha suratlar tagiga izoh yozsak yaxshi bo'lardi. Masalan, Madhuriyning surati ostiga Madhuriy raqs sahnasida suratga tushish uchun og'irligi 10 kilogramdan oshadigan hashamatli libos kiydi deb yozsak. Shohruxxonning suratidagi tagiga esa Qirolxondan avval bu rolni afsonaviy Dilip Kumar o'ynagan deyish kerak." "Iroda opa, Hind kinosini juda yaxshi ko'rasiz-a?" dedi Zilola ularning tepasiga kelib. "Bolaligimdan Hind filmlarini ko'rib katta bo'lganman", jilmaydi Iroda. "Keyin Hind filmlarida yaxshilik doim yomonlikdan ustun keladi. Hissiyotlar, insoniy tuyg'ular chiroyli tasvirlanadi. Aktyorlarning ijrosiga qoyil qolaman. Ular tomoshabinga ko'zi bilan hamma hissiyotlarni, kechinmalarni yetkazib berishadi. Xuddi nigohlari bilan so'zlayotganga o'xshaydi. Voqealarga ishonmasangiz ham hissiyotlariga albatta ishonasiz. Men shu narsani koreys seriallarida ham sezganman." "Men ham yaxshi ko'raman Hind filmlarini", ma'qulladi Sevinch. "Ularning muhabbati chiroyli. Voqealar qanchalik aql bovar qilmaydigandek tuyulmasin, ular ishonchsiz voqeaga ham sizni ishontira olishadi." "Ularning muhabbati ilgari chiroyli edi", afsus bilan bosh chayqadi Zilola. "Hozir Hind filmlarining ham Gollivuddan farqi qolmagan. Shunaqangi bachkana, ochiq sahnalar borki, hayron qolasiz. Hind aktrisalarining shunday behayo sahnalarda suratga tushayotgani odamning g'ashini keltiradi." "To'g'ri aytasiz", uning gapini quvvatladi Iroda. "Bu achinarli va ayanchli. Ammo bu hol faqat Hind filmlarida emas, dunyo kinematografiyasida kuzatilyapti. Masalan, rus filmlarida ham ilgari bo'sali sahnalar deyarli bo'lmagan. O'sha o'zimiz sevgan eski komediyalarni eslang. Ularda muhabbatni tasvirlash uchun erkak va ayolning bo'sasini ko'rsatishga hojat bo'lmagan. Hammasi juda chiroyli tasvirlangan. Hozir esa birorta film yo'qki bunday sahna bo'lmasa. Xuddi shu mavzuda maqola yozyapman. Nomini yalang'ochlashayotgan kino deb kuldi Sevinch. "Tavba, o'zi shunaqa nom qo'ygandim", unga taajjub bilan qaradi Iroda. "Sen qayerdan bilding? Yo faylni ochib ko'rdingmi? Hazillashyapsanmi?" Sevinch ham ajablandi. "Men shunchaki aytdim, faylni ochganim yo'q." "Fikrlashingiz o'xshar ekanda", kuldi Zilola. "Darvoqe, Iroda opa, bitta hindcha film yozib olgandim fleshkaga, ko'rasizmi?" "Qaysi film?" "Uch savdoyi. Menga yoqdi. Yangicha yo'nalishda ishlangan film. Xohlasangiz ko'ring." "Albatta ko'raman." Xonaga Ochil Sobirov kirdi. Irodani bu xonada ko'rib darrov rangi o'zgardi. "Sizni qidirib yuribman, Iroda. Telefoningiz narigi xonada qolibdi.
Bu yerda nima qilyapsiz? Sahifani bezatish haqida maslahatlashayotgandik, dedi Sevinch shoshib. Zayniddin aka mualliflar sahifalovchi bilan bamaslahat ishlasin dedilar-ku. Bamaslahat ishlash yaxshi, ammo gap sotish emas. Qoida Ochil Sobirov. Tezroq ishlanglar. Xo'p, xatlar sahifasi tayyormi? So'radi Ochil Sobirov Zarifaga yuzlanib. Bugun ishga kech keldingiz. Kech ketishingizga to'g'ri keladi. Deyarli tayyor, hozir topshiraman. Ochil, kotibaga ayting, menga ham choy poy damlab berib tursin, zorlandi Tolib Halilov. Zayniddinga damlaganda menga ham qo'shib damlasin. Xonangizda shuncha qizlar bo'lsa-yu, kotibaga aytishim kerakmi? Ensasi qotdi Ochil Sobirovning. Xonamdagilardan sado chiqmaydi. Shuncha aytdim, birortasi miq etmadi. Shuning uchun endi Nodiraga yalinishga to'g'ri keladi. Men Nodiraga bir nechta vazifa yuklaganman. Uning bekorchi vaqti yo'q. Ochil Sobirov shunday deya qizlarga yuzlandi. Tolib akaga choy damlab berib turish shunchalik qiyinmi? O'zingizga ham damlaysiz-ku baribir. Shuncha qiz bo'la turib bitta erkakka choy damla olmasangiz uyat bo'lmaydimi? Tolib aka bizdan noliguncha choyini o'zi damlab ichishi ham mumkin, dedi Sevinch jahl bilan. Axir hammamiz ishlayapmiz. O'ynab o'tirganimiz yo'q-ku. Tavba, erkak kishi ham qizlarning ustidan chaqimchilik qiladimi? Sevinch shunday deya jahl bilan xonadan chiqib ketdi. Ochil Sobirov tezda uning ketidan yo'lakka chiqdi va mening xonamga kiring dedi. Sevinch uning xonasiga kirdi. Ketidan bosh muharrir o'rinbosarining o'zi ham. Bu qanaqasi? Unga qarab zardali ohangda gapirdi Ochil Sobirov. Tolib aka sizdan necha yosh katta bo'lsa, bu hurmatsizlik-ku. Bo'lmasa qizlardan shikoyat qilish hurmat belgisimi? Gap qaytarmang, ovozini balandlatdi bosh muharrir o'rinbosari. Men bilan gaplashganda hurmatimni joyiga qo'yishingizni talab qilaman. Ochil aka, ishingizga boring. Ikkinchi bunaqa hurmatsizlik qilmang. Sevinch izza bo'lib chiqib ketdi. Ko'zida yosh halqalandi-yu, tezda o'zini qo'lga oldi. U hech qachon o'zini hissiyotlarga taslim qilmasdi. Xonaga hech nima bo'lmagandek jilmayib kirdi. Bu tahririyatda menga qarshilar ko'payyapti, dedi u Tolib Halilovga norozilanib qarab qo'yarkan. Alohida xonada ishlaganimda juda yaxshi bo'lardi-da, hech kimning ming'ir-sing'irini ham, ahmoqona ta'nasini ham eshitmasdim. Tolib Halilov mug'ambirona kulimsirab qo'ydi. Sevinch esa uning qilig'ini sezmagan kabi Iroda bilan yana maslahatlashib, ishini davom ettirishga kirishdi. Jamila sumkasini ko'tarib ijodiy xodimlar xonasiga kirdi. Xonada Iroda va Xurshida Javlonova bor edi. Iroda, bugun birga ketamiz, dedi Xurshida Javlonovaga qarab qo'yib. Esingizdami? Esimda, ishimni tugatdim. Hozir kompyuterni o'chiray, Sevinch kechroq ketarkan. Sekretniy ishinglar chiqib qoldimi yoki uchrashuvga ketyapsizlarmi? Kesatdi Xurshida Javlonova. Uchrashuvga ketyapmiz, dedi Jamila kulib. Kuyovimizning qulog'iga shipshib qo'yish kerak ekanda, ayyorona kulimsiradi Xurshida Javlonova. Bemalol shipshib qo'yavering. Kuyovingiz uchrashuvimiz ish yuzasidanligini tushunadi. Men tayyorman, ketdikmi? Deya sumkasini oldi Iroda. Mayli Xurshida opa, yaxshi dam oling. Sizlarga ham ko'ngilli hordiq chiqarishni tilayman, kesatdi Xurshida Javlonova. Ular chiqib ketishdi. Tahririyat binosidan chiqib, biroz piyoda yurib, favvora yoniga kelishdi-da, shu yerdagi o'rindiqlardan biriga o'tirishdi. Iroda, to'g'risini aytaman, bu tahririyatda men faqat sizga ishonaman, deya gap boshladi Jamila. Xurshida opani xushlamayman, u ham meni yoqtirmaydi shekilli. Dilshoda opa esa kibrli, u bilan gaplashib bo'lmaydi. Shuning uchun bu haqda sizga aytyapman. Menga xolis maslahatingiz kerak. Xususiy gazeta ochishga qancha mablag' kerakligini bilmoqchiman. Gazeta ochishga? Ajablandi Iroda. Ha, sex ochaman deb oz-moz yig'ib qo'yganim bor. Ovozini pastlatdi Jamila. O'ylab shuni gazeta ochishga sarflashga qaror qildim. Hisob-kitob qilib ko'rganman. Gazetadan yaxshi foyda qoladi. Hozir xususiy gazetalar ko'p, raqobat kuchli, dedi Iroda o'ylanib. Tortib ketishiga ishonasizmi? Foyda ko'raman deb tag'in bor pulingizdan ayrilib o'tirmang. Yonimda ishonchli va iste'dodli odamlar bo'lsa, meni qo'llab-quvvatlashsa, albatta tortib ketadi, dedi Jamila ishonch bilan. Menga yordam berasizmi? Men qanday yordam berishim mumkin? Yerga qisdi Iroda. Gazetani qanday ochish, uni tarqatish haqida hech nima bilmayman. Men faqat ijodiy tomondan xabardorman. Menga ham xuddi shu kerak. Tashkiliy tomonini o'zim eplashtiraman. Siz ijodiy tomondan yordam bering. Masalan, siz bosh muharrir bo'lishingiz mumkin. Bunga iqtidoringiz yetadi. Lekin men
Yaxshilab o'ylab ko'ring, deya uning gapini bo'ldi Jamila. Birovning qo'l ostida arzimagan oylikka ishlash qayoqda-yu, bosh muharrir bo'lib o'zi istagandek ijod qilish qayoqda? Irodaning ko'zlari chaqnab ketdi. Ko'nglidagi orzusi ko'z ochgandek, o'zini eslatib qo'ygandek bo'ldi. Albatta erkin ijod qilish yaxshi, lekin men hali o'zimga bosh muharrirlikni eplaydigan darajada ishonmayman. Keyin u Jamilaga sinovchan qaradi. Sizning sohangiz matbuot bilan bog'liq emas-ku, nega bu ishga qiziqib qoldingiz? Buning sababi oddiy, kuldi Jamila. Daromad topish istagi. Mana, redaktoringiz ham ilgari hech nimaga ega emasdi. Shu gazetani ochdi-yu, ishlari yurishib ketdi. Hovli joy qildi, mashina oldi. Ammo buning orqasida qancha odamlarning mehnati, qancha mashaqqat bor. O'z-o'zidan bo'lib qolmagan-ku. Buni yaxshi bilaman. U bilan qo'shni bo'lganmiz-ku. Uning qo'lidan kelgan ishni men eplolmas ekanmi? Kuldi Jamila bepisand. Shu gazetada ishlab, uncha-muncha tanish orttirdim, so'rab surishtirdim, taxminiy hisob-kitoblarni qilib ko'rdim. Aytganimdek, yonimda ishonchli odamlardan jamoa to'plasam bas, ommabop gazeta qilamiz. Qarilar ham, yoshlar ham, erkaklar ham, ayollar ham o'qiydigan. Eng shov-shuvli materiallarni beramiz. Falsafiy, hech kim tushunmaydigan narsalarning umuman keragi yo'q. Bunaqa narsalar odamlarni zeriktiradi. Odamlarga yengil o'qiladigan, dam oldiradigan narsalar kerak. Bu borada zo'r g'oyalarni o'ylab qo'yganman. Ko'rasiz, hali ishlarimiz hammanikidan burillab ketadi. Sizga omad tilayman, dedi Iroda birdan ma'yus tortib. Mendan xafa bo'lmang, lekin bu borada sizga yordam bera olmasam kerak. Mening niyatlarim biroz boshqacharoq. Yaxshi haq to'layman, ishoning. Gap pulda emas, miyig'ida kulib qo'ydi Iroda. Agar menga faqat pul kerak bo'lganda, hozir tiraji eng katta yoki eng ko'p oylik beradigan gazetada ishlayotgan bo'lardim. Men bu kasbni boy bo'laman deb tanlamaganman. Boy bo'lishni xohlagan odam biznes sohasini tanlaydi. Pul hammaga kerak, ensasi qotdi Jamilaning. Albatta, pul hammaga kerak. Bu haqiqatni inkor qila olmayman. Qilmoqchi ham emasman. To'kin sochin yashashni, mehnati uchun yaxshi haq olishni hamma xohlaydi. Biroq bu insonning o'z aqidalari, prinsiplaridan yuz o'girishi hisobiga bo'lishi kerak emas. Tushunishimcha, siz yengil, bozorbob gazeta qilmoqchisiz. Men esa yengil narsalarni yozishni xohlamayman. O'sishni istayman. Bugun yozganim kechagidan yaxshiroq bo'lishini, odamlarga nimadir berishini xohlayman. Juda balandparvoz gaplarni gapiryapsiz. Kinoyali kulib qo'ydi Jamila. Buning uchun sizga hech kim haykal qo'ymaydi. Buni juda yaxshi bilaman. Menga haykalning keragi yo'q. Bu sohada haykal qo'yishlari uchun ishlamayapman-ku. Ammo kasbimizdan faqat pul topish, daromad qilish uchun foydalanayotganlar yo'q emas. Yonimizda ham bor bundaylar. Shoshyapsiz. Menimcha yana yaxshilab o'ylab ko'rishingiz kerak. Jamila shunday deya o'rnidan turdi. Iroda ham turdi. Sizga omad tilayman, Jamila opa. Faqatgina omad tilayman. Yaxshi dam oling. Iroda shunday deya burilib, tez-tez yurib ketdi. Ko'nglidan esa bunaqa odamlar ochgan gazeta qanaqa bo'lishi mumkin? Nahotki gazeta ochish odamlarga o'yinchoq bo'lib qoldi. Keyin nima yozish-yozmaslikni jurnalistlarga buyurib turadimi shu ayol? Jurnalistlik nimaligini hech bo'lmasa taxmin qilarmikin? Bu kasb haqida ozgina bo'lsa ham tasavvurga egamikan? Yo gazetachilikni faqat oldi-qochdi narsalar berishdan iborat deb o'ylaydimi? Degan o'ylarni o'tkazib, og'ir uf tortdi. Ijodiy xodimlar xonasining eshigi ochilib, Sevinch kirdi. Iroda monitorga tikilib bir nima yozib o'tirgan edi. Sevinch sekin borib uning yonidagi stulga o'tirdi. Iroda indamay yana biroz yozdi-da, keyin ajablanib Sevinchga qaradi. Dugonasining ko'zlarida yosh bor edi. "Tinchlikmi? Nima bo'ldi?" so'radi Iroda xavotirlanib. Sevinch indamay xo'rsindi-da, ko'z yoshini dastro'moli bilan artdi. "Senga nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi?" savolini takrorladi Iroda. "Hayot juda beshafqat", deb qoldi Sevinch kutilmaganda. "Nega bunday deyapsan?" "Hozir ko'chada bir ayolni ko'rdim. Go'dak bolasi bilan tilanib yuribdi. Menimcha rostdan ham muhtoj. Birovning bolasini tilanish uchun ko'tarib yurganga o'xshamaydi. Rosa rahmim keldi bechoraga. Shunaqalarni ko'rganimda yuragim siqilib ketadi. Qani qo'limda kattaroq pul bo'lsa-yu ularga yordam bersam. Ammo ilojim yo'q. Agar imkonim bo'lganda dunyoda bironta ham gadoy qashshoq bo'lmasdi." "Sen juda ham oq ko'ngilsan", dedi Iroda unga havas bilan qarab. U dugonasining yuragi tozaligini, muhtoj va notomonlarga loqayd qara olmasligini yaxshi bilardi.
lekin tilanchilarning hammasini ham birdek muhtoj deb bo'lmaydi. Mehnat qilishni xohlamasdan oson yo'lga o'tib olganlar qancha? Tag'in guruh bo'lib oladiganlar, o'zini nogiron qilib ko'rsatadiganlarchi? Ayanchli qismatlaridan shikoyat qilib, odamlarning rahmini keltirishga urinishadi va buning uddasidan ham chiqishadi. Bunday odamlarni ko'rsam jahlim chiqadi. Qo'l oyog'ing butunmi, ko'zing ko'ryaptimi? Boriga shukr aytib mehnat qil. Peshona tering bilan topilgan bir so'm odamlarning achinib yoki ming iddao bilan yoki jirkanib bergan 10 so'midan afzal-ku. Odamlarning pul uchun shu qadar past ketishini ko'rsam, qonim qaynab ketadi. Bilasanmi, sen hozir menga bir dugonamning gapini eslatib yubording. U ham senga o'xshab fikrlardi. Odamlar boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham bunga o'zi sababchi derdi. Mehnat qilgan, intilgan odam albatta mehnatining samarasini ko'radi. Qashshoqlar esa dangasaligi uchun ham qashshoq degan fikrni aytardi doim. Men bu fikrga unchalik qo'shilmayman. Odam har doim ham o'z taqdirining hokimi bo'la olmaydi-ku axir. Ba'zan chorasiz vaziyatga tushib qoladi. Xuddi shu vaqt xonaga Sohiba kirdi. Har doimgidan boshqacha kiyingan Sohiba xursand holda qizlar bilan qo'l berib salomlashdi. Bugun juda boshqachasiz Sohiba, dedi Sevinch samimiy. Ochilib ketibsiz. Har doim shunaqaman-ku, kuldi Sohiba. Bu o'zgarishning sababi bo'lsa kerak. Sohiba o'z joyiga o'tirarkan unga qarab ko'zini qisib qo'ydi-yu indamadi. Sevinch Irodaga savolomuz qaradi. Iroda yerga qisdi. Kayfiyatingiz ham boshqacha, dedi Sevinch hayron bo'lib. Oltin topib olganga o'xshaysiz. Balki yaqin orada oltin ham topib qolarman, iljaydi Sohiba. Odam harakat qilsa, hamma narsaga erishishi mumkin. Harakatning o'zi kamlik qiladi. Omad degan narsa ham bo'lishi kerak. Omadni kutib o'tirsangiz, o'tirgan joyingizda o'tiraverasiz. Hech narsa o'z-o'zidan yuz bermaydi. Omadga erishish uchun harakat qilish kerak. Omad ham harakat qilgan odamga kulib boqadi. Shuni unutmang, jonginam. Xo'p bo'ladi, jonginam, unutmayman. Kinoyali kulimsiradi Sevinch. Iroda miyig'ida kulib qo'ydi. Sevinch bir nimani eslab unga yuzlandi. Haligi adabiyotshunos bilan suhbat qilmoqchi eding. Qachon borasan? Bugunmi? Ha, bugun, peshindan keyin. Yaxshi suhbat bo'lishiga umid qilaman. Ziyoli odamlardan ko'p narsa olish mumkin. Darvoqe, u shunday deya Sohibaga yuzlandi. Sohiba, kechagi sondagi suhbatingiz yaxshi chiqibdi. Savollar ham, javoblar ham o'z o'rnida. Samimiy bo'lgan. Rahmat, ensasi qotdi Sohibaning. Suhbat qilishda ancha pishib qoldim. Ba'zi xonandalar tanqidiy savol bersam, ko'tarisha olmayapti hatto. Sezdim, anavi kuni Shahinadan intervyu olganingizda ayamasdan tanqid qilib tashladingiz. Menimcha biroz oshirib yubordingiz. Bechora yig'lab yuboray dedi. Jurnalist intervyu jilovini suhbatdoshiga topshirib qo'ymasligi kerak, dedi Sohiba kekkayib. Lekin unga mensimay muomala qilish ham to'g'ri emas, jilmaydi Iroda. Uning fikrlarini ham hurmat qilish kerak. Sizdan ijobiy fikr chiqqaniga hayron bo'lgandim o'zi, achchiqlandi Sohiba. Ortidan mana bunaqa dashnomlaringiz ham bor ekanda. Zayniddin aka san'atkorlardan intervyu olishni menga topshirib qo'yganiga shunday qilyapsizmi? Meni hasad qilyapti deb o'ylayapsizmi? Nega hasad qilaman? Shunchaki sizga o'z fikrimni aytdim. Bu xolis fikr emas. Boshqalarni tanqid qilishni yaxshi ko'rasiz-ku, o'zingizni tanqid qilishganda ham chidangda, darrov noto'g'ri xulosa chiqarmasdan, dedi Sevinch qizishib. Siz aralashmang, Sevinch, alam bilan unga qaradi Sohiba. Shundoq ham ikki dugona bir bo'lib, orqamdan g'iybat qilib yuribsizlar. Endi ishimdan ham kamchilik topishga urinyapsizlarmi? Men indamay og'zimni ochib o'tirmayman, bilib qo'yinglar. Shu payt xonaga kirib kelgan Dilshoda Nazarova Sohibaga ajablanib qarab qoldi. Sohiba uning kirganini sezmadi. Meni yoqtirmasligingizni juda yaxshi bilaman. O'zlaringni xayrxoh qilib ko'rsatishlaring shart emas. Iroda bilan Sevinch Dilshoda Nazarovaga salom berdi. Sohiba shundagina uning kelganini payqadi. Rangi o'zgarsa-da indamay turaverdi. Bu qanaqa gap bo'ldi Sohiba? deya sumkasini stol ustiga qo'yib ranjib Sohibaga qaradi Dilshoda Nazarova. Juda oshirib yubormayapsizmi? Bu o'rtamizdagi gap Dilshoda opa, siz aralashmaganingiz yaxshi. Sohiba shunday deb shaxt bilan eshikni qarsillatib yopib chiqib ketdi. Sevinch kulib yubordi. Jinnimi bu, dedi. Iroda esa uf tortdi. Nima bo'ldi o'zi? Ajablanib qizlarga qaradi Dilshoda Nazarova. Tariqdek tanqidni ko'tara olmay tutab ketdi. O'ziga kelib qolar, kulib qo'ydi Sevinch. Nima deb tanqid qilgandinglar? Aslida maqtagandik.
Keyin o'zi maqtanchoqlik qilib tanqidni tilab oldi. Ha, mayli, qo'yavering. Uning jazavaga tushishi yangilik emas-ku. Ha, bu qizning fe'liga tushunib bo'lmaydi. O'ziga juda bino qo'ygan. Ijodkor odam sal kamtarroq bo'lishi kerak. Kattalarga ham sapchib ketaveradi. Bunchalik betga chopar bo'lish yaxshi emas. Mayli, har kimga o'zi insof bersin, dedi Iroda negadir bo'shashib. U sohibi ikkisining o'rtasidagi dugonalik allaqachon barham topib, o'rtalarida raqobat devori qad rostlaganini hozir yaqqol his qildi. Men xonamga boray, deya o'rnidan turdi Sevinch. Bugun hayrat bilan ishlamoqchiman. Shuning uchun tez-tez materiallarni topshiringlar. Xo'p bo'ladi, taqsir, kuldi Iroda. Hoziroq buyrug'ingizni bajaramiz. Ha, biroz kechiksa bir qoshiq qonimizdan o'ting, iltimos, hazillashdi Dilshoda Nazarova. Hammalari kulishdi. Sevinch chiqib ketdi. Birozdan so'ng xonaga Xurshida Javlonova bilan hamon alamli qiyofadagi sohiba kirdi. Xurshida Javlonova Iroda va Dilshoda Nazarova bilan nomiga salomlashgan bo'ldi-yu, darrov joyiga o'tirib oldi. Sohiba birpas qizarib o'tirdi-yu, keyin ishga kirishib ketdi. Iroda ham unga e'tibor bermay ishini davom ettirdi. Uzun o'tmay xonaga Nodira shoshib kirdi va Irodaga qarab, "Zayniddin aka sizni chaqiryaptilar", dedi. Iroda uning ortidan chiqib, Zayniddin Farmonovning eshigini taqillatdi. So'ng ochib kirdi. "Sohiba bilan kelisholmayapsizlarmi?" deya qizga sinovchan tikildi bosh muharrir salom alikdan so'ng. "Nega kelisholmaymiz?" ajablandi Iroda. "Shunaqa deyapti-ku." "Shunaqa dedimi?" istihzoli kulimsiradi qiz. "Tanqidiy fikrimni aytgandim, qizishib ketdi. Yuragiga yaqin oldi shekilli. Bir joyda ishlagandan keyin kelishishga to'g'ri keladi", deya nasihat qilgan bo'ldi bosh muharrir murosaga keltiruvchi ohangda. Ijodkor odamlarning tortishib, talashib yurishi xunuk ko'rinadi. Keyin ikkingiz ham iste'dodlisiz. O'ziga yarasha qalamingiz bor. Nimani bo'lisholmaysizlar? Boshqa bunday gap so'zlar chiqmasin. Darvoqe, professor bilan suhbatingiz nima bo'ldi? Bugun tushdan keyin borishim kerak. Universitetga chaqirganlar. Kafedrada suhbatlashsak kerak. Savollaringiz tayyormi? Ha, menga olib keling. Iroda tez ijodiy xodimlar xonasiga o'tib, kompyuterdan savollar faylini ochib, printerdan qog'ozga chiqardi. So'ng Zayniddin Farmonovga olib kirdi. Zayniddin Farmonov savollarni ko'zdan kechirib, ikkita savolni o'chirib tashlab, o'z savollarini yozdi-da Irodaga uzatdi. Iroda u qo'shgan savollarni o'qib, taraddudlanib qoldi. "Professorga bunday savol berish g'alati emasmi? Haqiqiy badiiy asar qanday bo'ladi?" dedi ikkilanibroq. "Jahli chiqsa kerak." "Jahli chiqsa, chiqmasa, menga shu savolning javobi kerak. Professorning bu masalada qanday fikrdaligini bilmoqchiman. Suratini ham olib kelsin, eslatib qo'ying. Har qalay g'alatiroq savolda. Aytdim-ku, menga shu savolning javobi kerak. Tushundingizmi?" "Ha", noiloj ko'ndi qiz. "Unda ishingizga boring." Iroda bosh muharrirning xonasidan chiqib, qo'lidagi savollar yozilgan qog'ozga qarab yo'lakda turib qoldi. Biroz o'ylanib turgach, bosh muharrir o'rinbosari xonasining eshigini taqillatib ichkariga kirdi. "Assalomu alaykum, Ochil aka, yaxshi dam oldingizmi?" "Keling, Iroda, nima gap?" Ko'zoynagi ostidan unga ta'jub bilan qaradi bosh muharrir o'rinbosari. Qiz uncha-munchaga uni bezovta qilib kirmasdi. "Bugun adabiyotshunos professor bilan suhbatim bor edi. Zayniddin aka tuzgan savollarimni ko'rib, manavi savolni qo'shib qo'ydilar", dedi Iroda qizishib. "Men professorga qanday qilib bu savolni beraman? Axir shuni ham tushunmas ekansan, nima qilasan men bilan suhbatlashib, demaydimi? Juda g'alati-ku." Ochil Sobirov uning qo'lidagi qog'ozni olib, savollarni o'qidi-da, miyig'ida kulib Irodaga qaytib berdi. "Siz savolni beravering. Olim akamiz savoldan tutab ketadigan odam emas, jahli chiqmaydi. Lekin bu savolni meniki deb o'ylaydi-da, men xijolat bo'laman. Zayniddin aka qo'shgan savolni o'chirib tashlolmaysiz-ku har qalay", dedi Ochil Sobirov zardaliroq ohangda. "Bosh muharrirning istagan savolini qo'shishga haqqi bor. Ammo muammo chiqarib nima qilasiz?" Murosaga chaqirgan bo'ldi Ochil Sobirov. "Bu savolni qo'shganingiz bilan hech nima o'zgarmaydi. Yaxshisi Zayniddin aka aytgandek qiling." Iroda unga birpas qarab turdi-da, indamay chiqib ketdi. Xonaga bo'shashib kirdi. Sohiba unga bir qarab qo'ydi-da, labini burib yana ishiga berildi. Dilshoda Nazarova buni ko'rib kulimsirab bosh chayqadi. So'ng past ovozda Irodani chaqirdi. Qiz uning yoniga kelgach, nima bo'lganini so'radi. "O'zimni yana erki yo'q odamdek his qilyapman, Dilshod opa",
uf tortdi Iroda. Anavi kuni bir tiyinga arzimaydigan she'rni qayta yozib berishga majbur qilishgandi. Endi o'zim xohlamagan savollarni ham berishga majburlashyapti. Nima? Xodimning e'tiroz bildirishga haqqi yo'qmi? Bosh muharrirning aytganini indamay bajarish kerakmi? Unda uning erki qoladimi? O'zingiz ayting. Albatta, bosh muharrir bo'lgach aytganini qilishingiz kerak. Istehzoli kuldi Dilshoda Nazarova. U aytgan odam bilan suhbat qilasiz, u aytgan savollarni berasiz, u aytgan mavzularda yozasiz. E'tiroz bildirishga haqqingiz yo'q. Men ham shunisiga siqilib ketaman ba'zida. Lekin xotirjam tushuntirsangiz tushunadi. Qizishib ketganlarga doim balanddan keladi. Siz esa yoshsiz, qiziqqonsiz, isyonkorlik ruhi bilan yashayapsiz. Biroz bosiqroq bo'ling. Kuyib yonib ishlash yaxshi albatta, ammo hamma narsaning me'yori bor. Hamma narsaga tutab ketaversangiz o'zingizga qiyin bo'ladi. Siz mana bu savolni ko'ring. Iroda shunday deya savollar yozilgan qog'ozni unga ko'rsatdi. Qizishishimga asos borligini tushunasiz. Haqiqiy badiiy asar qanday bo'lishini so'rash kulgili-ku axir. Bu jurnalistga yaxshi maqola qanday bo'ladi yoki xonandaga yaxshi qo'shiq qanday bo'ladi deb savol berishdek gapdi. Qizishmang deyapman-ku. Dilshoda Nazarova Irodaning yelkasiga qoqib qo'ydi. Bitta savol bilan hech nima o'zgarib qolmaydi. Bu savoldan keyin olimning men haqimdagi fikri o'zgaradi, shu darajada bilimi sayoz ekan deb o'ylaydi deyapsizmi? Hech qisi yo'q. Boshqa savollaringiz buni bosib ketadi. Asabiylashmang. Xotirjam o'tirib ishlang. Ishda shunaqa kelishib ishlashga to'g'ri keladi. Iroda hafsalasiz tarzda o'z joyiga o'tirdi. Shu payt qo'l telefoni jiringladi. U shoshib telefon ekraniga qaradi. Ekranda Gulnoza Abduqodirova degan yozuv paydo bo'ldi. Iroda sevinib, "Alo, assalomu alaykum" deya telefonni qulog'iga tutdi-da, xonadan yo'lakka chiqdi. Go'shakdan "Va alaykum assalom, Iroda, yaxshimisiz?" degan ayol kishining ovozi eshitildi. "Rahmat Gulnoza opa, o'zingiz yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamasdan." "Rahmat, o'zingiz qandaysiz? Kecha yuborgan maqolangizni o'qib chiqdim. Menga yoqdi. Yaxshi yoritibsiz. O'zim ham shu mavzuda yozishni o'ylab yurgandim. Keyingi songa qo'yyapman. Bir taklifim bor. Shu mavzuni davom ettirsangiz qanday bo'larkin? Menimcha yaxshi narsa chiqadi." "Ha, to'g'ri, men ham shunday deb o'ylayotgandim." Qizning ko'zlari chaqnab ketdi. "Bitta maqolada hamma fikrlarimni bera olmadim. Davomini yozmoqchiman." "Unda tezroq yozing. Bu maqola keyingi sonda chiqsa, davomini undan keyingisiga ulgurishingiz kerak. Xudo xohlasa ulguraman. Unda maqolani kutaman. Mayli, yaxshi ishlang. Siz ham." Iroda telefonni o'chirgan paytda Sevinch o'z xonasidan chiqib qoldi. "Xushxabar aytishdimi og'zing qulog'ingda?" hayron bo'ldi Sevinch. "Ha, xushxabar", jilmaydi Iroda. "Maqolam yoqibdi. Bu birinchi marta bo'layotgan ish emas-ku, doim maqtashadi-ku. Lekin yoqqanini eshitish yoqimli-da. Gulnoza Abduqodirovaning maqtovi esa undan-da yoqimli." "O, Gulnoza opa qo'ng'iroq qildilarmi?" kuldi Sevinch. "U ayolning muomalasi ham yoqimli. Senga hayronman. Nega boshda o'sha yoqqa ishga kira qolmagansan-a? Hali ham bo'lsa maslahatim, Siyratga o'tib ket. Menda shunday imkoniyat tug'ilsa, ikkilanmasdan o'tib ketardim." "Meni tashlab-a?" yolg'ondan xo'mraydi Iroda. "Seni ham birga olib ketaman", kuldi Sevinch. "Tak что tayyorlanib yur." Sevinch uni qo'ltiqlagancha xonaga olib kirib ketdi. Iroda, jon kuyar, 4-qism. Sevinch bilan Iroda xonaga kirganda Sohiba Xurshida Javlonovaning yonida turib nimalardir deyayotgan ekan. Ammo qizlar kirishi bilan gapini chala qoldirib, indamay joyiga o'tirib oldi. Dilshoda Nazarova esa ish bilan band, ularga e'tibor bermadi. Sevinch miyig'ida kulib qo'ydi. Iroda joyiga o'tirdi. "Xurshida opa, Sohiba, materiallaringizni qachon berasizlar?" Jahl bilan ularga qaradi qiz. "Beramiz, sabr qiling", dedi Xurshida Javlonova pinagini buzmay. "Hozir yozyapman, vaqt kerak-ku yozishga ham", zarda qildi Sohiba. "Men ham ishlashim kerak", asabiylasha boshladi Sevinch. "Siz nima, tayyor narsani shundoq sahifaga qo'yib chiqasiz. Birpasda bo'ladigan ish", kulimsiradi Sohiba. "Birpasda bo'ladigan ish?" Sevinch tutaqib ketdi. "Biz ishlayapmiz, siz o'ynab o'tirasiz deb qo'ya qoling." "O'ynab ham o'tirasiz", uning asabiylashishidan o'zicha sevinib qo'ydi Sohiba. "Yoki bu yoqqa kelib hammaning fikrini chalg'itasiz. Ha deb chug'ur qilaverganingizdan keyin ishlab bo'ladimi? Xonangizdan chiqib ketdim, shunda ham mendan norozi bo'lyapsizmi?" "Qizlar, tashqarida janjallashinglar", ularni murosaga chaqirgan bo'ldi Xurshida Javlonova. "Men ishlashim kerak." Sevinch
Ha, ishlanglar. Koshki ishingizni bitira olsangiz, deya achchiqlanib xonadan chiqib ketdi. Vaysaqi, dedi ming'illab Sohiba. Shu payt Jamila kirib Sohibani tashqariga imladi. Sohiba dik etib turib xonadan chiqdi. Iroda buni ko'rib hayron bo'ldi. Sohibaning bir necha kundan beri boshqacha kayfiyatda yurganini, xatti-harakatlari, gap-so'zlarida gerdayish yaqqol ko'zga tashlana boshlaganini o'ylab qoldi. Iroda, internetdan remark haqida ma'lumot qidirayotgandim. Hech topilmayapti. Qarashvoring, iltimos qildi shu payt Dilshoda Nazarova. Hozir qiz uning yoniga borib klaviaturani chiqillatib bir nimalarni yozdi. Shu saytni qarab ko'ring, yaxshi narsalar ko'p edi. Rahmat, yaxshiyam siz borsiz, najot farishtasi. Juda oshirib yubordingiz, hijolatli jilmaydi Iroda. Oshirib yuborganim yo'q, boya bir gap aytaman deb esimdan chiqibdi. Yaxshi, hozir esimga tushib qoldi. Yozuvchilar uyushmasida yoshlar ijodidan almanax tayyorlanyapti. 5-6 ta she'ringiz bilan suratingizni bering. Yaxshi she'rlaringiz bor-ku, almanaxgami? Ha-da, yozganlaringizni kompyuterda saqlayvermasdan tashqariga ham chiqaring-da. Odamlar o'qib bahramand bo'lsin. Qancha iste'dodsizlar kitob chiqarib yotibdi. Siz esa iste'dodingiz bo'lsa ham harakat qilmaysiz. Adashmasam, jahon adabiyotidan ham tarjimalar qilyapsiz. Nega birorta nashrga bermaysiz? Bilmasam, Iroda hijolatli kulib qo'ydi. Hech qo'l tegmayapti borishga. Qo'l tegmayapti, qo'ysangizchi. Odam yoshlikdan foydalanishi kerak, dedi Dilshoda Nazarova astoydil kuyinib. Shijoati, g'ayrati borida harakat qilib, odamlar e'tiboriga tushib olishi kerak. Tushunyapsizmi? Iroda kulimsirab bosh irg'adi. She'rlar bilan surat bugundan qolmasin, xo'pmi? Xo'p. Eshigiga buxgalteriya deb yozilgan xonada Jamila bilan Sohiba gaplashishardi. Men sizga ishonganim uchun aytyapman, dedi Jamila past ovozda. O'zingiz o'ylab ko'ring, birovning qo'l ostida arzimagan oylikka ishlash qayoqda-yu, bosh muharrir bo'lib o'zi istagandek ijod qilish qayoqda? Men bu yerdagidek shart qo'yib, soat 9 dan 6 gacha ishda o'tiring demayman. Ko'rasiz, hali ishimiz gurillab ketadi. Chindan yaxshilab o'ylab ko'rish kerak buni. Sohiba bir nimalarni rejalashtirayotgandek o'ylanib gapirdi. Gazeta ochish o'yinchoq emas. Buning o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Albatta, hammasini tushunib turibman. Moliyaviy tomoniga o'zim mas'ul bo'laman. Siz ijodiy tomonini yuritsangiz bo'ldi. Foydadan foiz ajratib berasiz, dedi Sohiba qat'iy ohangda. Albatta, kamida 15%. 15%? Insof qiling, hech kim 15% bermaydi. Uzog'i bilan 10%. Undan ko'pi ko'p Sohiba. 15%. Undan kami kam. O'rnidan turdi Sohiba. Mayli, roziman, uf tortdi Jamila. Men tashkiliy ishlari bilan shug'ullanaman. Siz gazetaning mundarijasi haqida o'ylang. Iloji bo'lsa materiallar to'plashni boshlayvering. Litsenziya qo'lga tegishi bilan chiqaramiz. Yaxshi, ko'zlari chaqnab ketdi qizning. Lekin menga internet kerak bo'ladi. Kompyuter. Hozircha shu yerdagi kompyuterdan foydalanib turing. Keyin o'zimizga boshqa joydan xona olamiz. Internet, mayli, bir yo'lini topaman. Eshik ochilib hisobchi Xayriddin kirdi. Jamilaning dami ichiga tushib ketdi. Sohiba ham noqulay ahvolga tushdi. Ha, kimning g'iybatini qilayotgandinglar? Ularga ajablanib qaradi Xayriddin. Birdan jim bo'lib qoldinglar. Kimni g'iybat qilish mumkin? Albatta sizni qilamiz-da, kuldi Jamila o'zini bosib olib. O'zi yo'qning ko'zi yo'q deng. Ha-da, Sohiba unga ko'z qisib chiqib ketdi. Universitet kafedrasi. Iroda professor bilan yuzma-yuz o'tirib, uning javoblarini diqqat bilan eshitardi. Masalan, Alisher Navoiy bosh vazir, muhrdor, hokim bo'ldi, lekin yozishdan to'xtamadi. Yozmaganda yuragi yorilib ketardi nazarimda. Chinakam adabiyot ana shunaqa adabiyot. Professor navbatdagi savolni kutib Irodaga qaradi. Iroda o'ng'aysizlanib bosh muharrir qo'shgan savolni berdi. Haqiqiy badiiy asar qanday bo'ladi? Keyin professorning istehzoli kulimsiraganini ko'rib, hijolatli iljayib qo'shib qo'ydi. Bu haqda sizning fikringizni bilish muhim. Bilasizmi, bu yaxshi odam qanday bo'lishi kerak deganga o'xshash savol bo'ldi. Kulimsirab turgan professor birdan jiddiylashdi. Haqiqiy badiiy asar har holda millatning badiiy saviyasini, ma'naviy dunyosini bir qadar o'stirishga yaraydigan bo'lishi kerak. Lekin millat konkret odamlardan tashkil topadi. Mening ehtiyojim bilan sizning ehtiyojingiz boshqa. Sizning otangiz bilan mening o'g'limning ehtiyoji ham boshqa. Binobarin, biz millatni yaxlit bir hodisa sifatida tasavvur qilgan holda uning ham ko'ngli, ham tuyg'ulari, ham tafakkurini yuksaltirishga
xizmat qiladigan, o'zining jozibasi bilan e'tiborni torta oladigan asarlarni chinakam badiiy asar deyish mumkin. Bunda syujetning qiziqarli bo'lishi, yurakni hapriqtirishi yoki million o'quvchining o'qishi hech narsani hal qilmaydi. Badiiy asarni juda ozchilik o'qib lazzatlanishi ham, hamma o'qib yurishi ham mumkin. Hamma o'qigani zo'rligini ko'rsatmagani kabi, kamchilik o'qigani ham badiiy asarning nochorligini bildirmaydi. Balki bizning saviyamiz har xilligini anglatadi. Haqiqiy badiiy asar o'qigan odamni uning o'qiguncha bo'lgan darajasidan sal o'stira olishi kerak. Agar badiiy asar kitobxonning tafakkuriga, dunyoqarashiga zig'irchalik ta'sir etmasa, bunday asarni qanday qilib badiiy asar deyish mumkin? Nima demoqchiligimni tushunyapsizmi? Iroda bosh irg'adi. Menimcha ancha suhbatlashdik, kulimsiradi professor. 2 sahifadan ham oshadigan material bo'ldi. Rahmat ustoz, mazmunli suhbat bo'ldi. Bizga suratingiz ham kerak. Professor joyiga o'tirib, stoldagi papkalardan birini ochdi-da, u yerdan 2 ta fotosurat olib uzatdi. Shu suratlar yetsa kerak. Gazeta chiqqanda xabar bering. Iloji bo'lsa, tayyor qilganingizdan keyin menga elektron shaklini yetkazsangiz. Ziloladan berib yuborsangiz ham mayli. O'zimning arxivim uchun ham kerak. Xo'p, yozib bo'lishim bilan Zilolaga beraman. Suratingizni ham berib qo'yaman. Yaxshi. Mening darslarim tugadi. Uyga ketaman. Siz ham uyga ketasizmi yoki tahririyatga qaytib borasizmi? Tahririyatga qaytaman. Yuring unda, bekatga chiqamiz. Ular yo'l-yo'lakay suhbatlashib ketishdi. O'zingiz ham bu narsa yozib turasizmi? Qiziqsinib so'radi professor. Ha, ba'zan hikoya, she'r yozib turaman, dedi qiz tortinib. Kitob chiqarganmisiz? Yo'q hali, lekin niyatim bor. Niyatingizga yeting. Siz ko'nglingizga olmang, lekin hozir yozishni biladigan ham, bilmaydigan ham yozib yotibdi. Hech kimga yozma deya olmaysiz. Pul topib kitob ham chiqarib yotishibdi. Gapingiz to'g'ri, bosh irg'adi Iroda. Ba'zi yaxshi asarlar kamgina nusxada, oldi qochdilar esa ming-minglab nusxada chiqyapti. Lekin shular orasida yaxshi asarlar ham bor. Yaxshi yozadigan yoshlar ham ko'p. Ha, xuddi shu narsa bizga umid bag'ishlaydi. Bitta satri bilan ichingizni ag'dar-to'ntar qilib tashlashga qodir yoshlar bor. Demak, adabiyotimizning ertasi bor. Bunga aslo shubha qilmayman. Ular universitet hovlisiga chiqishdi. Avtobusda ketasizmi, metrodami? Taraddudlanib to'xtadi professor. Metroda ketaman. Mayli, yaxshi yetib oling, qizim. Rahmat ustoz, siz ham yaxshi yetib oling, sog' bo'ling. Iroda metro bekati tomon asta yurib ketarkan, qulog'i ostida professorning aytgan gapi yangradi. Bitta satri bilan ichingizni ag'dar-to'ntar qilib tashlashga qodir yoshlar bor. Demak, adabiyotimizning ertasi bor. U o'z she'rlarini esladi. Menda ham bormikin shunday satrlar? Yo hech kimning yuragiga cho'g' sololmaydigan qup-quruq misralarmikin? Iroda xonaga kirib Sadoqat o'tirganini ko'rdi. Erinmasdan pardoz qilgani yuziga chaplangan bo'yoqlarning salmog'i anchaligidan bilinib turgan qiz darrov o'rnidan turib, kelib Iroda bilan o'pishib ko'rishdi. Halitdan beri sizni kutib o'tiribman, deya kuldi qiz. Qayoqqa yo'qolib qoldingiz, Iroda? Yo'qolganim yo'q, deya kulib joyiga o'tirdi Iroda. Suhbatga bordim. Qaysi artist bilan? Artist bilan emas, adabiyotshunos olim bilan. Rosa boshingizni qotirgandir. Leksiya o'qidimi? Yo'q, juda qiziq suhbat bo'ldi. O'zim anchadan beri olimlar, shoirlar bilan suhbatlashishni xohlab yurgandim. Menga bunaqa suhbatlar qiziqmas. San'atkorlar bilan bo'lsa boshqa gap. Yoki aktyorlar, rejissyorlar bilan mazza qilaman. Qancha qiziq voqealarni aytib berishadi. Ayniqsa rejissyorlar. Hozir bitta rejissyor bilan hamkorlik qilyapman. Yangi filmini gazetalarda targ'ib qilishga yordam beryapman. Shu kartina to'g'risida yozib kelgandim. Chiqarib bera olasizmi? Oldindan hech nima deya olmayman. Avval xabarni ko'ray. Undan keyin muharrirlarga ko'rsatishim kerak. Keyin o'zim xursand qilaman. Qo'ysangizchi, aytayapman-ku, avval xabarni ko'ray. Keyin muharrirlar xo'p deyishsa, albatta chiqaramiz. Sohiba yo'qmi? Iroda sohiba o'tiradigan joyga qarab qo'yib yelka qisdi. Bilmadim, balki u yoq bu yoqqa chiqqandir, dedi. Xurshid opa, sohiba yo'qmi? Ayolga yuzlandi Sadoqat. Boshi og'riyotgan ekan, javob so'rab ketdi. Xushlamay javob qildi ayol. Siz sohibaga o'xshamaysiz. Sadoqat Irodaga yuzlanib past ovozda gapirdi. Unga biror xabarimni chiqarib bering desam, 5 ta barmog'ini og'ziga tiqib so'raydi. Nimani so'raydi? Ajablandi Iroda. Juda soddasiz, Iroda, kuldi Sadoqat. Nima so'rashi mumkin? Soqqada. Gazetada chiqarib berganigami?
Ha-da, nima, shuncha paytdan beri bilmasmidingiz buni? Iroda bosh chayqadi. Sadoqat kuldi. O'zini menga raqib deb bilsa ham uni hurmat qilardim, dedi Iroda afsus bilan. Siz hurmat qilgan odamlarning hammasi ham hurmatga munosib bo'lavermaydi. Siz tahririyat ichida bo'lganingiz uchun ham bilmaysiz. Tashqaridagilar esa yaxshi bilishadi. San'atkorlardan pulini olib gazetada chiqarib beraman deb yurganlar qancha? Xurshida Javlonova kompyuterni o'chirib o'rnidan turdi. Xuddi shu payt xonaga Ochil Sobirov kirdi. Ha, Xurshida opa, yo'l bo'lsin. To'g'risini aytsam, bugun juda charchadim, iljaydi Xurshida Javlonova o'ng'aysizlanib. Shunga 15 daqiqagina ertaroq ketsam bo'lar. Charchagan bo'lsangiz dam olib o'tirib turing. Vaqt bo'lsin. Kecha Zayniddin aka aytgan materialni topshirdingizmi? Biroz chala. Hali ishingizni tugatmabsiz-ku, tag'in ketaman deysiz. Bugun negadir yaxshi ishlamadinglar. Faqat Dilshod opa material topshirdi. U shunday deb Irodaga yuzlandi. Suhbatni qachon yozasiz? Hozir boshlayman, shoshib javob berdi Iroda. Ertaga tushgacha topshiraman. Sadoqat, bugun ishimiz ko'proq, dedi Ochil Sobirov qizga kulimsirab qarab. Gapingiz tugagan bo'lsa, Irodaning vaqtini olmang. Sadoqat xo'p deya kulib o'rnidan turdi-da, xayrlashib chiqib ketdi. Shu qiz juda ko'p gap sotadi, zarda bilan gapirdi Ochil Sobirov. Bu yer ishxona, gapxona emas. Gap sotib o'tirishiga yo'l qo'ymasdan chiqarib yuboring. Qanday qilib aytaman? Ket, ishlashga xalal berma deymanmi? Qizardi Iroda. O'zi fahm qilmagandan keyin aytasizda. Irodaning yoniga kelganlarning hammasi shunaqa ezmalanib o'tirib qoladi, kesatdi Xurshida Javlonova. U bo'lsa xijolat tortib, ishim ko'p, chalg'ityapsiz deb ayta olmaydi. Bitta Irodaning o'ziga xalal bermaydi-da ular, ayniqsa Botir. To haydab chiqarmaguningizcha o'tiraveradi. Tag'in aynan uyga ketadigan paytda keladi. 6 bo'lyapti, ish vaqti tugayapti, bilsa ham o'tiraveradi. Irodani yaqin olgani uchun ham kelib gaplashib o'tirishadi, dedi Dilshoda Nazarova unga qarab. Hammaning oldiga kelishmaydi-ku. Xurshida Javlonovaning rangi o'zgarib, Dilshoda Nazarovaga o'qrayib qaradi-yu, hech nima demadi. O'zi endi qabul vaqti 5 daqiqa deb yozib qo'ysam bo'larkan eshikka. Vaziyatni yumshatish uchun hazillashgan bo'ldi Iroda. Bundan natija chiqmaydi, kuldi Xurshida Javlonova alam bilan. Orqasiga 0 qo'shib qo'yishadi shogirdlaringiz. Hammalari kulishdi. Ammo bu kulgi qandaydir nosamimiy, zo'raki edi. Ochiljon, materialni ertaga ertalab topshirsam bo'ladimi? Iltimos ohangida dedi Dilshoda Nazarova. Uyga borib ovqat qilmasam bo'lmaydi. Ochil Sobirov soatiga qaradi. Soat 6 bo'ldi, Ochil, kuldi Xurshida Javlonova. Ketsak bo'lar endi. Ha, mayli boringlar, lekin ertaga ko'proq ishlashingizga to'g'ri keladi. Materiallar kechikib ketyapti. Kech topshirilgan material songa qo'yilmaydi, esinglardami? Esimizda. Ko'nglingizni to'q qiling, kechiktirmasdan topshiramiz. Unda yaxshi dam olinglar. U shunday deya kulib chiqib ketdi. Iroda, siz ketmaysizmi? So'radi Dilshoda Nazarova. Ozgina ishlay, dedi Iroda monitordan ko'z uzmay. Yarim soatlardan keyin ketarman. Iroda shu yerda yotib qoladi, piching qildi Xurshida Javlonova. Ovora bo'lib uyga borib o'tiradimi? Ovqat ber, choy ber deb o'tirgan odam yo'q-da. Bizga o'xshab oilali bo'lganda uyiga shoshardi. Dilshoda Nazarova Irodaga qarab bosh chayqadi-da, mayli, ertagacha deb chiqib ketdi. Uning ketidan Xurshida Javlonova ham. Iroda 1-2 qator yozgan bo'lib beixtiyor xo'rsindi, o'yga toldi. Keyin tez-tez bir nimalarni yoza boshladi. Bir necha qator yozgandan so'ng ovoz chiqarib o'qidi. Hayotim biroq, ammo, lekinlardan iborat bo'lib qolayotganini his qilaman. Orzularimga yetmoq, rejalarimni amalga oshirmoq istayman. Biroq degan ziddiyatlar tug'iladi. Ezguliklar qilsam, savob daftariga yozuvlar qo'shilsin deyman. Ammolar qo'limni bog'laydi. Hayot go'zalliklaridan zavq olishni ko'zlayman. Qalbimga quvonchni sherik qilmoqchi bo'laman. Lekinlar yo'limga g'ov bo'ladi. Eshik ochilib sevinch kirdi. Iroda cho'chib boshini ko'tardi. Sen qaytib kelganmiding? Bilmabman. Uyga ketmaysanmi? Hozir shuni tugatib olay, shoshib javob qildi Iroda. Qancha qoldi? Ozgina, dedi Iroda harf terishdan to'xtamay. Bo'pti, tezroq bo'l, birga ketamiz. Ungacha kino ko'rib turaman. Men bugungi ishimni tugatdim. Sevinch chiqib ketdi. Iroda esa yozishdan to'xtamasdi. Iroda kompyuter xonasiga kirganda, Sevinch kompyuterda hindcha film ko'rayotgan ekan. Irodaning kirganini sezib, ko'zidagi yoshni tez artib tashladi. Yana yig'layapsanmi? Kuldi Iroda.
Shu filmni 2 marta ko'rdim. 2 galda ham qattiq ta'sirlandim. Yigitning qizni sevib qolishi shunaqangi chiroyli, shunaqangi ta'sirli tasvirlangan. Ko'rganmisan? Amirxon o'ynagan ekanmi? Qaysi film qiziqsindi Iroda? Qasos. Zo'r film ekan. Asin ham juda yaxshi o'ynagan. Sen ham ko'rsang ta'sirlanishing aniq. Qani edi bizda ham shunaqa yaxshi filmlar ishlansa. Ishlanyapti-ku, yaxshisi ham chiqib qolar. Hafsalasiz qo'l siltadi Sevinch. Uyga ketmaysanmi? Ketamiz, kinoni ko'rmaysanmi? Keyin ko'rarman. Fleshkamga yozib bersang uyda ko'ra qolaman. Ishxonada vaqt topishim qiyin. Bo'pti, fleshkangni ber. Hozir yozib bermasam keyin esimdan chiqib ketadi. Iroda sumkasidan fleshkasini olib berdi. O'tirib tur 5 minutcha yozadi, dedi u fleshkani kompyuterga ulab. Darvoqe, professor bilan suhbat qalay bo'ldi? Kutganimdan ham yaxshi. Xushmuomala odam ekan. O'zim uchun ko'p narsa oldim. Xudo xohlasa endi Erkin Vohidov bilan suhbat qilsam zo'r bo'lardi. Nega? Erkin Vohidovning she'rlarini yaxshi ko'raman. She'rlari odamni ham o'ylashga, ham nozik hissiyotlarni teran his qilishga undaydi. Menga ham yoqadi. Maktabda adabiyot o'qituvchimiz O'zbegimning 6 ta 4ligini yodlab kelishni buyurgan. Men bo'lsam hammasini yodlab borganman. O'shanda o'qituvchimiz menga 2 ta 5 qo'ygan. Nido ham, ruhlar isyoni ham yaxshi. Umuman menga hamma she'rlari yoqadi. Bilimli, donishmand shoir. Hajviy she'rlari ham zo'r. O'qiganmisan? Matmusa haqidagi she'rlarmi? Kuldi Sevinch. Matmusadan boshqalari ham ko'p. Sen bir o'qib ko'r, maza qilasan. Senda kitobi bormi? Ha, saylanma asarlari bor. Unda menga berib tur. O'zi shu kunlarda qanday kitob o'qishni bilmay zerikib yurgandim. She'r o'qib bir maza qilay. Xo'p, esimdan chiqib qolmasa ertaga olib kelaman. Film ham ko'chib bo'ldi shekilli. Ha, yozib bo'pti. Sevinch fleshkani kompyuterdan chiqarib dugonasiga uzatdi. Mana ol fleshkangni. Vaqt topib bir ko'r. Ketgan vaqtingga achinmaysan, menga ishonaver. Xo'p, sen tavsiya qilasan, men ko'rmaymanmi? Endi ketdikmi? Ha, kompyuterni o'chirib olay. Shu payt xonaga Ochil Sobirov kirdi. Kompyuterni o'chirmay qo'yavering, dedi u. Men hali ishlayman. Ochil aka, xush kayfiyat sizga haykal qo'yish kerak, hazillashdi Sevinch. Har doim hammadan kech ketasiz. Yarim kechaga, ba'zan tonggacha ham ishlaysiz. Fidoyilik bo'lsa shunchalik bo'ladi. Ish qilib Zayniddin aka buning qadriga yetyaptilarmi? Ha, nasib qilsa yangi yilda shu yerda haykalim bo'ladi, ko'rasiz. Hazilga hazil bilan javob berdi bosh muharrir o'rinbosari. Hammalari kulishdi. Mayli Ochil aka, yaxshi dam oling. Tag'in bu yerda yotib qolmang, qo'ygan bo'ldi Sevinch. Xo'p bo'ladi, sizlar ham yaxshi dam olinglar. Qizlar chiqib ketishdi. Iroda negadir ma'yus tortib qoldi. Nima bo'ldi? Unga ajablanib qaradi Sevinch. Kayfiyating o'zgarib qoldimi? O'ylayapman, dedi qiz zo'raki jilmayib. Nimani? Hayotni. Hayotning nimasini o'ylaysan? Ular yo'lakdan chiqib, zinadan pastga tushishdi. Boya Xurshida opa, oilangiz bo'lganda siz ham bizga o'xshab uyga shoshardingiz, dedi. Shunga o'ylanib qoldim. Agar men ham oilali bo'lganimda ishga befarq qararmidim, ularga o'xshab o'zimdan ketguncha, egasiga yetguncha materialni yozib topshirsam bo'ldi-da deb ishlarmidim. Nima deysan? Sevinch taqqa to'xtadi. Iroda ham. Nimalar deyapsan? Jonkuyarlikning oilali bo'lish bo'lmaslikka nima daxli bor? Dedi Sevinch qizishib. Xurshida opa qanaqa ishlashini men juda yaxshi bilaman. Odam ishga ham mas'uliyat bilan qarashi kerak. U bo'lsa kun bo'yi bir o'tiradi-da, keyin yozishni boshlaydi. Yozganda ham musahhif ustidan 2-3 marta o'qib chiqmasa bo'lmaydi. Buning oilasiga nima daxli bor? Sen u ayolning gaplariga ahamiyat berma. Iste'dodliroq bo'lganing uchun senga hasad qilayotgan bo'lsa kerak. Nimamga hasad qiladi? Kuldi Iroda ma'yus. Iste'dodli bo'lganim bilan birovdan ustun joyim yo'q. Lekin undan o'zib ketishingni tushunib turibdi. Bu iste'dod bilan, bu jonkuyarlik bilan hali ko'p narsaga erishishing aniq. Meni aytdi deyaver. Kim bilsin? Men bilaman. Sen bunaqa bo'shashma. Har xil mayda-chuyda gaplarga ham e'tibor berma. Anavi sohibi senga raqobatchi. Xurshida opa esa hasad qiladi. U aslida meni ham yoqtirmaydi. Faqat Dilshoda opaga ishonsa bo'ladi. U ko'pchilikka yordam beryapti. Zilolani ham she'rlarini yaqinda jurnalda chiqartirib berdi. Boya menga ham almanahga she'rlaringizni bering degandilar. Esimdan chiqibdi. Uyga borishing bilan kompyuterni yoqib, fleshkaga yozib qo'y. Xohlasang qo'ng'iroq qilib eslataman. Bunaqa narsalar mening esimda turadi. Ha, shunday qila qol, kuldi Iroda. Har ehtimolga qarshi. Bo'lmasa ertaga Dilshoda opadan gap eshitib yurmay. Yur, endi ketdik. Rosa turib qoldik. Ha, yur. Yo'l-yo'lakay muzqaymoq yeb ketaylik.
Odamning muzday narsa yegisi kelyapti. Bo'pti, mehmon qilsang yo'q demayman. Bitta muzqaymoq ekan u. Mehmon qilaman albatta. Qizlar kulisha yurib ketishdi. Nodira xonaga shoshib kirib, Irodaga Zayniddin aka sizni chaqiryaptilar dedi-yu chiqib ketdi. Iroda uning ketidan chiqib, bosh muharrirning eshigini taqillatib, ichkariga kirdi-da salom berdi. Zayniddin Farmonovning qovog'i soliq, peshonasi tirishgan edi. Irodaning salomiga alik olmay, stolidagi gazetalarga tikilgancha o'tirardi. Iroda ajablangancha biroz indamay turdi. Nega chaqirgandingiz? Axiri sabri chidamay so'radi Iroda. Bu qanaqasi? Zayniddin Farmonov jahl bilan stolda ochiq turgan gazetani mushtladi. Nega Siyratga maqola berdingiz? Bizning gazetada ishlab turib, boshqa gazetaga maqola berishingiz yaxshimi? Yoki bo'sh vaqtingiz boshqa gazetalarga ham material yozishga ortib qoladigan darajada ko'pmi? Unda yana boshqa ish topib beramiz. Buning yomon joyi yo'q-ku, bo'shashib ketdi qiz. Bu yaxshi emas. Hech qaysi gazetada bunday ish ma'qullanmaydi. Men qaytargan, chiqarmagan maqola bo'lsa ham mayli edi. Yaxshi maqolani begona gazetaga berib yuboribsiz. Shu gazetada ishlayapsizmi? Uning kelajagi uchun ham qayg'urishingiz, fidokorona mehnat qilishingiz kerak. Men sizlardan yotib qolib ishlashni talab qilayotganim yo'q-ku. Yoki Siyratda qalam haqi shunchalik ko'p ekanmi? Qalam haqi uchun berganim yo'q, ranjida Iroda. Bo'lmasa nima uchun? Siyratga avval ham maqola berib turardim, birinchi kursda o'qiyotganimda. Bu yerga ishga kirmasdan avval. Tushuning, u paytlar o'tib ketdi. Zayniddin Farmonov biroz past tushdi. Bizga ishga kirmasdan avval istagan gazetangizga material berishga haqqingiz bor edi. Ammo endi bizning xodimsiz. O'zingizning gazetangiz uchun jon kuydirishingiz kerak. Begonalar uchun emas. Qolaversa bizning texnikamizdan, ish vaqtidan foydalanib boshqa joyga maqola yozishingiz umuman noto'g'ri. Maqolani uyda yozganman. Baribir jahli chiqib qizarib ketdi bosh muharrir. Ammo birozdan so'ng o'zini bosib, xotirjamroq ohangda davom etdi. Iroda, men sizni o'z singlimdek ko'raman. Sizga ishonganim, iqtidoringizni sezganim uchun ham ishga olganman. Boshqa xodimlarga doim sizning tezkorligingiz, qobiliyatingizni o'rnak qilib ko'rsataman. Bildirilgan ishonchni oqlashingizni xohlardim. Tushunyapsizmi? Iroda bosh irg'adi. Bundan keyin boshqa gazetalarda nomingiz chiqishini istamasdim. Zayniddin Farmonov stoldagi gazetani bir chekkaga olib qo'ydi. Nimaiki yangilik qilmoqchi bo'lsangiz, nimaiki yozsangiz, eng avvalo o'zimizga bering. Maqolaning taqdirini o'zimiz hal qilamiz. Unutmang, daraxt bir joyda ko'karadi. Bir joyga ekilgan niholni boshqa joyga ko'chirishga urinsangiz, har doim ham o'zini tutib ko'karib ketavermaydi. Qurib qolishi hech gap emas. Tushunyapsizmi? Ha, tushundim, bosh irg'adi qiz. Bo'pti, ishingizga boring. Bundan keyin Gulnoza Abduqodirovaning gazetasiga maqola yozmasligingizga ishonaman. Iroda yo'lakka chiqishi bilan qo'l telefoni jiringladi. Telefon ekranida Gulnoza Abduqodirova degan yozuv paydo bo'ldi. Iroda go'shakni qulog'iga tutdi. Assalomu alaykum Gulnoza opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat, javob eshitildi go'shakdan. O'zingiz yaxshimisiz? Maqolani ko'rdingizmi? O'zim hali gazeta olmagandim, lekin Zayniddin aka ko'ribdilar. Ma'yus kulimsiradi qiz. Shuni deb hozir rosa tuzladilar. Boshqa gazetaga maqola bermang deb. Qattiq urishdimi? Ayolning ovozida xavotir sezildi. Yo'q, unchalik emas. Lekin bundan keyin bera olmayman shekilli. Unda maqolaning mantiqiy davomini sondan olib tashlaymi? Dedi ayol afsuslanib. Hammasi tayyor edi-da, sahifalab qo'yilgan. Mayli, tayyor bo'lsa, o'rniga boshqa material qidirib yurasizmi? Dedi Iroda biroz o'ylanib. Shahrizoda degan taxallus bilan chiqara qoling. Ammo bundan keyin sizga boshqa yoza olmasam kerak. Meni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Afsus, ijodiy hamkorligimiz yaxshi ketayotgandi. Oy boshida qalam haqi chiqadi. O'shanda kelib ketarsiz. Siz bilan bir masalada gaplashmoqchi edim. Xo'p, mayli, yaxshi ishlang. Kayfiyatingizni cho'ktirmang. Rahmat, sog' bo'ling. Iroda telefonni o'chirib, ha, hamkorligimiz yaxshi boshlangandi. Afsus deb xo'rsindi.